Assalomu alaykum. Bugungi bekatimizda Gulli Happy Life, ya'ni Gulchehra Jamilova va Alisher Rahmatullayev o'rtasidagi mojaro haqida gaplashamiz. Alisher Rahmatullayev va Gulli Happy Life o'rtasidagi mojaro ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Bu holat ayniqsa Gulli Happy Life tomonidan YouTube'da joylashtirilgan video orqali e'tiborni tortdi. Mojaroning asosi esa Gulli Happy Life o'zining YouTube kanalida Alisher Rahmatullayevning Alfons, ya'ni ayollarning mablag'idan foydalanadigan erkak va o'g'ri deb atalgan. Eslatib o'tamiz, Alisher Rahmatullayev Gulli Happy Life'ni 100 ming AQSh dollariga tushirib ketgan degan tashvishlar tarqalmoqda. Alisher Rahmatullayev esa Dubayda yangi klipiga tushgan Diyora ismli qiz bilan ishqiy munosabatda. Hozirda esa yangi sevgilisi bilan ishqiy hayotda yashamoqda. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida u qiz haqida hech qanday izoh topilmadi.